Ayol kishi agar erini ruxsatsiz ko'chadan bir qadam chiqadigan bo'lsa, Xudo farishtalar to qaytgunigacha la'natlaydi. Ayol kishini to yana qaytib kelgunigacha la'natlaydi, gunohkor bo'ladi. Erini ruxsati bilan chiqish kerak. Ayollarimiz nima qilyapti? Er 8 da ishga kelsa, deylik mana 12 da obedga keladi. G'irrat borib kelib olaman, ishdan kelgungacha deb aytib yuramanmi shuni ham deb. Qo'shningizga ham chiqmang hatto, agar eringiz ruxsat bermagan bo'lsa. Keyin shuni ruxsatini olib olish kerak. Dadasi ishga ketganingizda zarur ish bilan palonchi qo'shnimnikiga chiqyapman, paqir kerak bo'lib qolib yoki bir suv kerak bo'lib qolib, shularga ruxsat berib qo'ying desh kerak. Ya'ni er jonivorim ham mayli xotin, men ishdaligimda shunaqangi zarurlar mana chekka chiqqan oilalar bo'ladi. Men onamnikiga bir o'tkazsam, mayli, unga ruxsat bor. Qo'shnikiga mayli suvga chiq, igna so'rab chiqar, ip so'rab chiqar, mayli, unaqalarga ruxsat. Lekin boshqa joyga mendan beruxsat chiqmagin degan bo'lsa agar, unda boshqaga umumiy ruxsat olib olish kerak bo'ladi.